Prag təsiratları. 2. Çatma mülahizelər. Gülşən Abduqadir. Səhər. Toronto, Parij və Prag yolunda oylanğanlarım. Mülahizə 2. Müqəddimə. Oqurmanlarımga shuni bildirib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili emasman. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Pragda ochilgan 7-navbatlik qurultiyiga vakil bo'lib bormadim. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Pragda ochilgan 7-navbatlik qurultiyi uchun ilgir oxir bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan 2 parcha taklifnoma topshirib olgan edim. Birinchisi Sharaf mehmonlik taklifnomasi. Yana biri Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan chet ellardagi yozuvchilar uchun yozgan kitoblarini imzolab setish yoki tarqitish murosimiga taklif qilinganligim haqidagi taklifnoma yoki bag'oqcha. Tövəndə mən qısqartıb Prag uçuruşu deb alaman. Shundoq, qo'limda Dunyo Uyg'ur qurultiyidan topshirib olgan 2 parcha taklifnoma turibdi. Pragga boradigan aeroplan biletimni elishdan burun men oldi bilan bu uçurishga berishdagi maqsadimni aniq oydinlashtirib olishim kerak deb o'yladim va oydinlashtirdim. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun emas, balki Uyg'ur davosi uchun, ya'ni Uyg'ur davosining manfaatlari muzokara qilinadigan maydonda mening bo'lishimni axloqiy, vijdoniy va insoniy burchim deb qaraganligim uchun bu yig'inga berishni qaror qildim. Mening nazarimda tashkilot degan narsa mavjud emas. Faqatla Uyg'ur davosi va Uyg'ur xalqining bir butun manfaati degan narsa mavjud. Shu meni Uyg'ur davosi yoki Uyg'ur manfaati munoqash qiladigan har qanday o'ringa, har qanday tashkilot taklif qilsa, qilchi ishkilanmay berishga tirishiman. Men va oilam 2010-yildan e'tiboran Dunyo Uyg'ur qurultiyining cho'ng-cho'ng yig'inlariga qatnashib keldik. Har qitim yig'inga berishdan burun, yig'inga qatnashishdagi maqsadimizni bir qitim ko'zdan kechirib, nishon va maqsadlarimizni bir qitim ko'zdan kechirib, update qilib turdik. Yig'inga berishdagi eng oliy maqsadimiz Uyg'ur mustaqillik davosi uchun fikr, ideya va tushunchalarda qatqida bo'lish bo'lganligi uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichidagi ba'zi kishilardan ranjigan vaqtlarimiz bo'lgan bo'lsa-mo, Sanubar Tursunning odamlardan ranjima ko'nglim degan naqsini bo'lishiga yangirtib qaytib keldik va bo'lgan ranjishlarni unutib ketdik va yoki unutib ketishga tirishdik. Prag uçuruşuga berishga meni alayda aldiratgan yana bir nuqta, jazo lagerlari qurilgandan buyon Uyg'ur xalqi ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish va Uyg'ur xalqini qutuldirish uchun vatanning mustaqilligini dumbisiga apash qilib, qit'alar aro uchish rekordini buzgan, vatanni va xalqini jazo lagerlaridan qutuldirish yo'lida har qandig'imizdan bakrak jon pidolik bilan xizmat qilgan oila do'stimiz, oila saboqdishimiz, maktabdishimiz bundan 36 yil burunqi 12 dekabr Oq yig'inliq Urumchi oliy maktab o'quvchilar namoyishchilar sepimizning bir kurashchisi Dolqin Aysoga oilamiz nomidan ma'naviy jihatdan jasorat berish, tabriklash, shundoqla do'stim Zubayra Shamsiddin, Rushan Abbas, Nuri Turkal, Umar Qanat va boshqa nurg'unlagan Uyg'ur davosi kurashchilarining yangi ekanligimizdan iborat ko'nglimizni bildirish maqsad qilingan edi. G'arb qimmat qarashlarida har qanday narsaga baho berish, taroziga silib tortishdan burun bu narsani muayyanlashtirishga tegishli qanday muhim alohidliklar bor degan narsa eng boshda keladi. Muayyanlashtirish bo'lmay turib, inkor qilishga yo'llar ochilmagan bo'ladi. Uyg'ur mustaqillik davosi yo'lida xuddi boshqa millatlarga o'xshashla bizning dunyoga ta'sir ko'rsatgan gendilarimiz, Martin Luther Kinglarimiz chiqish kerak. Dolqin Ayso ana shu yo'lda ketayotgan Uyg'ur xalqining eng qimmatli da'vo kishilarining biri. Meni Prag uçuruşuga berishga jalb qilgan yana bir nuqta mening qalamga ilishim bilan ro'yobga chiqqan 5 fevral arxivlari. 1 va 2 kitob, shundaqla Don Kixot va Sancho Panza Uyg'urlar nomli maqolalar to'plamimni Prag uçuruşuga kelgan vakillarga o'z qo'lim bilan imzolab tarqitish orqali o'zimning Uyg'ur davosi yoki Sharq Turkiston davosi va yoki Uyg'uriston davosi yo'ldagi fikr, ideya, tushuncha, o'ylanish va boshqa turishlarimni bu yig'inga qatnashgan Uyg'ur davosining sarxillari bilan o'rtoqlashish edi. Bir qalamkash yozuvchi uchun buningdan ortiq xushallik bo'lmasa kerak. Shundoq, navbatdagi kasallik sababidan 3 soat burun Toronto aerodromiga berish, Torontodan Parijga 8 soat uchish, Parij aerodromida 8 soat saqlash, Parijdan Pragga uchish, mehmonxonaga kelish, kitob ko'rgazmasi faoliyatiga qatnashish, kechlik tomoq, do'stlar bilan paranglashish qatorliq ishlarni tamomlab, uxlash kiyimimni almashtirishga boshlagan vaqtimda uyimdan chiqib ketganimga dal 28 soat bo'lganligini his qilgan edim. Buningga bilet bahosini, korona tekshirishlarini bir qancha kun ishga borolmasligimni qo'shganda nihoyat zo'r shaxsiy yo'qotish oldimda turadi. Shu minutlarda o'z-o'zimdan savol so'rab qoldim. Acaba kelmay naq maydondan tarqitishni to'rdan ko'rgan bo'lsam yaxshi bo'larmidi?
Men bilan Dolqin Aysa qatorliq Uyg'ur da'vosi sepidagi sarxillarning eng cho'ng farqi shuki, ular hech qachon bundoq shaxsiy hisob kitobni qilib boqmagan kishilar edi. Shu chaqda men yana mardlik haqida o'ylanib qoldim. İctimai taratqularning maydonga kelishi mardlik kalimasini xunuklashtirib qo'ydi. Burunqi zamonlarda mardni maydonda sina deydigan gap bor edi. Kishilar do'yilga chiqib mardlikini dunyoga e'lon qilish uchun nihoyat nurg'un musofirlar besab naq maydonga kelatdi. Hozir mardga maydon yo'q. Kishilar ijtimoiy taratqu manbalaridan iborat odam parniklariga kirib olib, "Chiqa qarshimga, mard bo'lsang ekranga chiqa" deydigan bo'lib oldi. Ular bu parniklardan chiqqan hamon qurib qolatdi. Burun mardlar inqilob va kurashlarni jang maydonlarida hayot va mamotlik sinoqlar orqali ilib boratdi. Hozir ijtimoiy taratqu parniki kirib olib, kompyuterning orqasida gaptanlik qiladigan, ig'zida shahar ilib, ig'zida vatanni mustaqil qiladigan maddohlar ko'payib ketdi. Mardlik va nomardlik haqida so'z bo'lganda, men yana tuvandagidek bir ilovani qistirib o'tishni muvofiq ko'rdim. Birinchi ilova, agar Hindistonning cho'ng yo'llarida bir muncha kallar yo'lni to'sib o'ltirib olsa, bu kallalarni haydab etkil bo'lmaydi. Chunki Hindistonda kallalar Xudoni qo'g'lashga bo'lmaydi. Navbatda Uyg'ur qirg'inchilik yuz berayotgan mushundaq jiddiy bir holatda Uyg'ur mustaqillik davosining cho'ng yo'lida Hindiston ko'chalarida yo'lni to'sib o'ltirib olgan kallardek yo'g'on chozi qurib o'ltirib olgan bir narsa paydo bo'lib qoldi. Buning ismi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydi deb shuar to'layotgan xalq harakati. To'lim kulkilik yeri shuki, yillardan buyon Xitoyga mansub bo'lgan bu xalq harakati kalimasini mazoq qilib, Xitoyda hamma narsaning oldiga xalq keladi. Masalan, xalq doktorxonasi, xalq askari, xalq soqchisi, xalq bog'chisi va hokazo. Ammo bu narsalarning hech qaysi xalq mansub bo'lib boqmagan deb va'z etgan. O'z navbatida yana bu vazlar bilan o'ziga o'zi milliy sezgurligi yuqori janob deb ism qo'yib olgan janoblarmi bor. Ey mardlik bilan nomardlik. Oldin qisib ketayotgan quyoshdek, keyingisi dengiz quyunda ko'tarilayotgan bir davrda turmoqdimiz. Ikkinchi ilova. Ayni chaqda o'z tashkilotining choychiligi uchunmi ba'zi kishilarni 2017-yili jazo lagerlar qurilganda vatan osmonidan qushlarmi uchib o'tolmaydigan ahvol ostida vatandan xotin bolalarini elib qandoq chiqdi deb savol qo'yib, bundoq gumonliq kishilarni tashkilotimning choychilig'iga qabul qilolmayman. Chunki men milliy sezgurlik alayida yuqori janobman deb yurgan kishilarning Dunyo Uyg'ur qurultiyi qarshi xalq harakatida birlashganligiga shohid bo'lib turibdimiz. Ah nomardlik, ah ishki yuzlimchilik. Sen barğancha qadamlarimizni bir putlashib yuradigan holiga kelding. Boshqa, erkaklik boshqa. Oldinqisi bir jins farqi xolos. Keyingisi dunyoni adolat va go'zallik, mardlik bilan bezab kelayotgani. Allah Uyg'ur millatini erlarining ko'pligi bilan emas, balki erkaklarining ko'pligi bilan sharaflandirsin. Qalam haqida bayonot. Qalam tashlab etkil bo'lmaydigan oshiq. Sana tava bo'lgan bu xos vatanning vijdon, g'urur, ruh va aql deydigan rayonlarda tug'ildigan va ko'klaydigan, badining o'lgan taqdirdimi dengizdagi yo'sinlardek parlab turadigan narsa. Amal peshida emasman. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining 7-navbatlik qurultiyida amal olgan do'stlarimni qizg'in tabriklayman. Amal olganlarning peshidiman. Shunga ichim rohat, qadamlarim mazmut. Qalimim, amalim mening. Qalimim bergan amallarim bilan aldirashman. Shunga odamlar tarafidan beriladigan amallar peshida men yo'q. Qalimim bergan amal va mas'uliyatlar oldida umrim qisqa bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu amallardan ancha-muncha xat o'qiy oladiganlarga miroslarim bor. Qalam men uchun bir yanartog'. Yanartog' uzun yillar tog'ning cho'nqur qatlamlarida darajadan tashqari siqilish va qistilishlarga bardoshlik berib, dastlabda vulqon deb atilib, keyincha qip-qizil o't dengizi shakllantirib, tog' va idirlarni bo'ylab o'milgan va santirilgancha o'zini atadigan dengiz okean izlagan va yana bir ismi lava deb atalgan dengiz okean qo'yniga o'zini atgandan keyin o't va lavadan biroqli yana zaminga o'zgarib insoniyatga cheksiz ketgan dengiz okeanlarning dal kindigida yangi bir zamin shakllantirib, o't, ateş, mash'al bo'lishdan ana zaminga o'zgara oladigan narsa. Bu biz uchun oddiy ko'rilgan yanartog'ning yana bir ismi va eng muhim ismi zamindagi oyat. Oyat demak bishorat demakdir. Dunyodagi qalamlar bilan qalamlar birlashib, turli fikr, ideya va tushuncha vulqonlarini shakllantirib eqib, bizni yangi zaman va ona tuproqlarga boshlab bordi. Shunga qalammi bir oyat. Yer yuzida tunji qatim qalam tavritib xat yozgan kishi İdris alayhissalomdir. Demak, qalam bizga Hazrati İdris alayhissalomdan miros va yodikordir. Shundoq, qalamim mening amalim, qalamim mening gultojim.
Uning bir uchi yurakka, bir uchi İdris alayhissalomga, yana bir uchi vatanga tutashgan. Agar boshqalarning emgakini inkor qilish badaliga tavirgan qalam bo'lsa, u mening qalamim emas. Prag uchrashishi va bu uchrashishdan keyin menga bekrak ta'sir qilgan narsa mardlikning xunuklashib ketishi. Shunga bu haqda yana davomli ilova qo'yishni muvofiq ko'rdim. 3-ilova. Shundoq, insoniyat kompyuter davriga kirishi bilan mardlik kalimasi bargancha xunuklashib, 30-40 kishining tayinlab qo'yishi bilan tashkilot raisi bo'lganlar hamda bu katakda ya tuxum tug'may, ya katakni bo'shatmay, uda bir qancha qitim o'ltirib olganlar boshqalar uchun xalq harakati, xalq saylimi jidil qildigan nomard bir davrda turmoqdimiz. Chet ellarda umumiy xalq saylim qilish uchun albatta mard, mardona, samimiy, saxtpazlikdan, ishkiyuzlimchilikdan xoli saylan bo'pti deb gurrida to'plashib keldigan sarxil bir jamoat qo'shini bo'lishi kerak. Men imzo to'plash ta'sirotlari nomli chatma muloyiza maqolamning 4-qismida chet ellardagi Uyg'ur davosi ilib boradigan Uyg'ur jamoatini dengizning ostiga o'xshatgan edim. Dengizning ostida marvoyitlar, qumlar, isil nasllik beliq turlari, marjon xodi toshlari, zaharlik chayonlar, odam chaqadigan lig'irdoq beliqlar, lahanglar, axlatlar qatorliq hamma narsa bo'lganiga o'xshash Uyg'ur jamiyatimi abjash bir jamiyat. Bundaq jamiyatki xalq saylimining rostchil va to'g'ri bo'lishini, shundaqli sayron bilet maydoniga to'liq kelishini kapolatga ega qilish bek mushkul masala. Shunga Uyg'ur davosiga vakillik qildigan tashkilot va tashkilot rahbarlarini saylaganda qilingan har bir amaliy ish, besilgan amaliy qadam, qilingan amaliy nutqlar saylan bileti bo'lib o'tirg'i tashlanish kerak. Shundaq bo'lganda kompyuter parniki kirib olib da'vo qildiganlar bilan yalan oyoq Hindistonni aylanib vatan davosi qildigan gandilarni farqlandirgili, mardlar bilan nomardlarni farqlandirgili bo'ladi. Mardlik elchisi o'zgarish tori. Kishilarga g'arbning demokratik qimmat qarashlarini o'rgatadigan eng yaxshi maktab, ovozi bo'g'ilganlar uchun keng qo'saqlik bilan so'rin hozirlab beradigan eng esil sahna, fuqarolarning har bir imzosi, har bir ovoz orqali dunyoda o'zgarish hosil qilish uchun dunyo adolatining hastayg'i bo'lish yo'lini tanlagan mardlik elchisi. O'zgarish, ya'ni change torbiti. Dunyodagi oldin qatorida turadigan imzo to'plash toridan iborat. O'zgarish torbiti biror saxtpazlik, biror nomardlik ko'rilmagan ahvol ostida tekshirib, tadqiq qilmay turib har qanday odam chiqargan imzo to'plash harakatini taqib etmaydi. Agar dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi temis ostida ilib berilgan uda 2 qitimliq imzo to'plash taqilib ketgan bo'lsa, bu yerda cho'qim bir saxtpazlik va nomardlik mavjud degan gap. Chunki o'zgarish tori nomardlik bilan chiqish olmaydi. Uyg'urlar ostida nomardlik qilib bozor topgan bilan o'zgarish tori sahnasida bozor topqili bo'lmaydi. Masalan, Uyg'ur olimi Erkin Siddiq riyosatchiligidagi Mashal Uyg'ur guruhi Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurilgandan keyin, ya'ni 2017-yildan 2018-yilga qadar o'zgarish torida e'lon qilgan 17 parchadan ortiq imzo Uyg'urcha, Ruscha, Xitoycha, Turkcha qatorliq nurg'unlagan tillarda Xitoylarning qattiq norozilik bildirib, o'zgarish toriga shikoyat qilg'ini qaramay hozirgacha mavjud bo'lib turmoqda. Bu torbatga kirib, Uyg'ur deb izlash orqali hamma imzo to'plashlarini ko'ra olasiz. Ammo kishini to'lim afsuslantiradigan shuki, dunyodagi mardlik elchisi o'zgarish toridan siqib chiqarilgandan keyin o'zlari xos torbat yasab, davomli holda imzo chaqiri qilayotganlarning darhol bo'shlikdagi balanglarg'imi, 1-2 yoshlik balanglarg'imi elektronlik xat sanduqi yasab berish orqali imzo qo'yg'izinglar degan quloq tuvimizdan ketmaydigan nomard e'lonlari. Shundoq Dünya Uyg'ur qurultiyining Prag uchrashishiga kompyuter parnikidan halqigan 200 dan ortiq mard vakil iqtisodlari, vaqti va zehnini sarf qilib kelgan edi. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyidan boshqa tashkilotlarda ko'rilib boqmagan ahvol edi. Men bu munosabat bilan qurultay naq maydonida Indigenous People va Turkiyadagi ota-onam nada namoyish haqida savol so'ragan do'stlarni olqishlayman. Agar Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlar uchun quyosh parlamagan bu 5 yilda shuncha ishlarni qilib turib, qarang'ulik ichida shuncha o'miligan turib, Uyg'ur xalqining umumiy manfaatiga vakillik qilolmaydigan bir ihonatga mubtalo bo'lib qolgan ahvolga nomardlar tarafidan so'rab kelinadigan bo'lsa, qalamlarim sunib kumpaykum bo'lib ketgicha, oxirgi bir tiniqim qolgicha nomardlarning yuz ko'zlarini qiymichimi qilib tashlashga hozirman. Agar mening bir mushkulot, jafo, mushaqqat, nurg'unlagan bo'ron chapqon, qancha avlod badallar orqali 70 yilda bino qilingan Dünya Uyg'ur qurultiyi nomli bu da'vo imoratining bir tal keskiga yomon niyat bilan qo'ngan qog'iningmi ko'zini o'yib olaman. Agar nomusliq tariximiz qayta takrorlanib,
vatan davosi yo'lidagi sarxillarimiz Uyg'ur otliq yurish ishidagi aqtoshlar orqali qadrsizlantiriladigan bir vaziyat shakllanib qolsa, yurgini sug'urib ilib qorong'u o'rmonlikni yo'rtadigan danko bo'lishga rozimanki, hargiz nomardlar oldida taslim bo'lmayman. Shundoq Uyg'ur davosi ba'zida vatanning nomi bilan, ba'zida millatning nomi bilan, ba'zida har ikkilisi bilan birlikda otilib keladi. Millat, tuproq, vatan va o'zaro jon bilan tan bo'lib, millatsiz vatanni va yoki millatsiz tuproqni tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Navbatda Uyg'ur jamiyatida bu uch ismning qaysisining oldida keldiganligini talishib, qirqibdi desa kaslabdi deydigan munozir o'yini avjilib qoldi. Bundaq o'rinsiz munozirlardan hazar eylishimiz lozim. Shundoq Prag uchrashidan qaytishdagi Prag, Amsterdam, Toronto safarimda ichimni chirmib olgan yana bir villada xushallik bor edi. U bo'lsa-mo kitoblarimni imzoliq tarqitish edi. Aeroplan ichida o'ltirgan har bir yo'lovchining o'xshamagan xushalligi va o'xshamagan g'am qayg'usi bo'lishi mumkin. Mening Uyg'ur bo'lish sifatim bilan ularning hech qaysiniki o'xshamaydigan o'zgacha g'am qayg'um va o'zgacha xushalligim bor. Qo'limda turgan 5-fevral arxivlar nomli 2 qismlik kitobim bilan Don Kixot va Sancho Panza Uyg'urlar nomli kitobimni xuddi 3 bolamni bag'rimga bosgandek iftixor bilan bag'rimga bosdim. İkisi isyankorlik, qahramonlik va bo'yin egmaslikning shohidi edi. Don Kixot va Sancho Panza Uyg'urlar deb shivirladim. Maqolalar to'plamimning yuzlarini silab turib, ondan hajab yaxshi ism qo'yibdiman deb yana pichirildim o'z-o'zimga. Tugidi. 2022 yili 3 yanvar Toronto.